Eksiğimizde devam. Hürmetli vatandaş, bugün çislağı 2023 yıl 11. ayının 25. günü yaptığı şembe vatandaşım endi sizler yetkizdiğin haberimiz bundak bir haber. Bu haber kandak deseniz devamlı sözlep kelip atımız, devamlı dikkat kılıp atımız. Bunun neticesini siz bilen biz kütüp atımız vatandaş. Lekin bu işler sizni bizde hayran kaldırdığı işler. Mesela 11. ayının 23. günü Erkin Asya Radyosu Uygur Til Grupsu'nun muhbiri Aziz Efendim'nin kaleminde bir parça haber ilan kılındı. Bu haber ne değildiyseniz Cangoç'un Uygur diyarıga yardım berişinin texmi zor kölem alıdığallığını bildirdi. Mavzulu haber 11. ayının 20. günü Erkin Asya Radyosu'nun Uygur Til Grupsu'da ilan kılındı. Nimdeydi o? Xitay hükümetinin karneyi bolgan Xinhua agentliğinin 22. noyabr'daki haberinde eğitilişçe Xitayning Mao ministri Cangoç'un Ürümçi şehrinde hizmetlerini gözden köçürüş jarayonida Reis Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti hakkındaki yol yo'riqlarini chunqur amaliylashtiirish hamda partimizning yangi davrdagi Şinjanni idora qilish strategiyasini to'liq ijro qilish uchun Şinjandagi yuqori sifatli taraqqiyotni zo'r kuch bilan amaliylashtirishimiz lozim. Cangoç'un efendi ve gubernatör Maşunri efendi ben bir sual koyayım. Hazır sual koyuş erkildigim var, sualga cevap alamıyorsam mı? Ben sizge sual koyup bakayım Cangoç'un efendi Maun devlet veziri. Şikensiz ben tünce katım anladım sizin isminizi. 11. ayının 22. günü kaç günüydü ya? Cangoç'un efendi 11. ayının 22. günü Rusya Federasyonu Duma'nın başlığı Vyacheslav Efendi Cungo'yu ziyaretke gelip Cungo Halk Vekiller Kurultayı'nın başlığı Cavleci ve yana başka rehberlerle birlikte Duma bilen Cungo Halk Vekiller Kurultayı uçraştı, yığın açtı. Nemelerine digelliği? Benim nazarimde halas. Cangoç'un efendi. Lekin benim dikkat kıldığım hazır dedim sizge bana Cangoç'un efendi. 11. ayının 23. günü bu iş Beijing'de yüz berdi. Siz şundak dağdığılık çıkamasılan devlet Sovyeti'nin Mao veziri boğa adam şu yığınga katlaşmay. Ürümçi'de nemiş vardı sizge palakşıp Ürümçi'ge bargadak Cangoç'un efendi? Onu mu koyup duraylı yani şu günü okşaş günde devlet Sovyeti, Cungo devlet Sovyeti Mao ministeri Deng Xiaoping devlet Sovyeti yaki devlet mahkemesi karmağıdı. Yana bir yığın açtı. O yığının mavzusu Cungo Rusya oturusu meblağ seliş. Cungo Rusya oturusu meblağ seliş meselesi de başladı bu yığını. Bu yığın hem Rusya'lik şundak dercilik mesela Rusya Federasyonu'nun Mao veziri dercilik Bilastopma şu kişi gelip Beijing'de katnaştı. İki yığın, iki görüşüş. Hayran kalgıdak işleme Cangoç'un efendi kıran. Deng Xiaoping Beijing'de yığın içi vatıdı. Rusyalık Mao vezir Federasyonun Mao veziri Bilastop bilen. Siz bolsanız Ürümçi'de. Beijing'de yığın içi vatıdı Halk Vekiller Kurultayı Rusya Duma Parlament Reisi Vyacheslav bilen Cavleci yığın içi vatıdı. Siz bolsanız Ürümçi'de. Neymiş bu Cangoç'un efendi? Bir düşendirip koysunuz şamana. Neymiş ki vakit bunda doğru kep kaldı vatandaşım. Yine kaynaydığınınmış o.
Sizge sözдөп sözüm muşu. Vaqtni to'g'rilab turib sözдөпmiz go. Nima ish bor bu yerda deyapmiz go. Shunda katta jig'an Vachislav Duma reisi Beijing'e keldi. Shunda katta jig'an Rossiya Federatsiyasi Mao veziri Bilat stop Beijing'e keldi. İki devlet meblag selişti. Yolga koydu. Yoki muhokama qildi. Bularni qo'yib turayli. Mushundaq ikki jig'in Beijing'da eshilayotganda Jangoching Urumchiga berib, Urumchiga yordam berish. Qandaq yordam berishsiz Jangoching apandi Urumchiga? Masalan, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga yoki mustamlika Uyg'uristonga siz qandaq yordam berishsiz? Qandaq yordam berishsiz? Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining agar huquqini o'zining qo'liga bersangiz, huquqini o'zining qo'liga bersangiz, sizning yordamingizga hojati yo'q. Yordam berishingizning hojati yo'q. Siz davlatga yordamning ikkinchi ko'chma ma'nosi bulang-talang qilish. İkinci ko'chma ma'nosi bulang-talang qilish. Uyg'uristonni bulang-talang qilish. Bu yerdagi yüksek taraqqiyot, zamonaviy taraqqiyot, strategik boshqarish, o bular quruq gap, hammasi quruq gap. Bulang-talangni jiddiylashtirish. Jangoching apandi, hozir sizning Xitoy tilidagi vatan sotqish degan so'zingizni Xitoy doirasida so'zlayli. Xitoyning talaffuzi bilan so'zlayli. Mesela Kuomintang vatan satqıcı partiya, Kompartiya vatan satqıcı partiya degan noktada so'zlayli. Uyg'uriston mustamlika 1941-yildan tortib Xitoy Kuomintang partiyasiga, Uyg'uriston mustamlika 1950-yildan boshlab Xitoy Kompartiyasiga. Hozir siz bütün dünyanın şirketlerini, altın qazgıcı, nefet qazgıcı, tabiiy gaz ochqıcı, hamma şirketler, bütün dünyanın her xil şekildeki şirketlerini Uyg'uristonga boshlab kirdingiz. Men tunugin dedim, alqandek bir changal qum qoldi. Diqqat qiladigan bir changal qum qoldi. Boshqa yerda alaqaga, qaraqaga qo'nib bo'ldi bütün. 2 milyon, 1 milyon 900 kvadrat kilometr zaminga chet el şirketleri kirib bo'ldi. Buni nima deb ataymiz? Yer sharilishi deb ataymizmi? Buni nima deb ataymiz? Almashtirish, yo'tkab ishlatish, zamonaviy foydalanish, zamonaviy fan texnika bilan echilmagan rayonlarni echish deb tushundiramiz. Qanday tushundirasiz? Men buni Xitoyning o'zining ta'limi qalam bo'yicha vatan setishning en konkret ifodasi desam, qo'shilamsiz Jangoching apandi? Demak, siz o'zingiz bulang-talang qilib qolmay, hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonini chet el shirkatlarining bulang-talang qilishiga tashlab berdingiz. Buning maqsadi nima? Tuvoqlash. G'arb dunyosining og'zini tuvoqlash. Chet el shirkati mansub bo'lgan davlatlarning og'zini tuvoqlash. Hozir xalqaro ko'tarilgan Uyg'ur masalasi va Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi degan mushfuqum siyosiy iboralarning xalqaro jamiyatda oylinib yurishini, tashviq targ'ib bo'lib qolishini cheklash va shuning uchun shu munosabatlik aloqador davlatlarning og'zini tuvoqlash. Fakat shuning uchunla siz Uyg'uristonga chet el şirketlerini şu derecede elip keldiniz. Xitoyning an'anaviy so'z iborasi bo'yicha aytganda Jungo Kompartiyasi vatan sotquchi partiya. Jangoching apandi, bugun Xinjiangni taraqqiy qildiramiz, Xinjiangni strategik yangi boshqarishning choralarini izlaymiz. Buning chorasi nihoyat oddiy. Rossiyalik filosof Beijing'e kepti, Rossiyalik parlament Duma Vachislav Beijing'e kepti. Endi buning yo'li osonligi shu yerdeki, Jangoching apandi, hozir siz Xinjiang harbiy rayonini chekindirasiz. Qoida shu. Shu vaqtida siz Xinjiangga yordam bergan bo'lasiz. Hozir siz Bingtuan qurolli qism Xitoyning qurolli pomochchiklarini chekindirasiz. Mana bu sizning Xinjiangga yordam berishiniz, yordam berganligingiz bo'lib hisoblanadi. Mablag' solishingiz va taraqqiy qildirishingiz bo'lib hisoblanadi.
Cangoçun efendi. Yani siz nime kılısınız? Mesela bir tüveni çekindirirsiniz. Şinjan turuşluk her bir rayını çekindirirsiniz. Uygur'un hukukunu Uygur'un koluğa verirsiniz. Başka yerde ölgü tepip nime kılımız? Ölgü izlep ölgü yüzünüzden beşet dursa. Çünkü kompartiyasın yani bir sekreteriz. Huyaban bir evet. Uygur'un hukukunu bir evet. Tibet'in hukukunu bir evet. Biz bir yerden çekinimiz deyip huyaban üzü eytkan tursa. Başka yerde ölgü sizmeyle yok. Kişilik hukuk deyip vakırap, toqırap, caqırap jümeyle yok. Muşu siyasetli üzünüz icra kılsınızla Cangoçun efendi. Ve en uluk yardım bulundu. Bunun artık yardım bulmaydı. Şinjan Uygur Abdunum Rayı'na. Meyli dollarda tüküytün, meyli pulunu bir saatte tüküytün, o gerek emez. Uygur halkı bu gerek emez. Üzünün yitip aşıdı o Uygur halkının. Fakat hazır siz onun kolunun hukukunu tatıp aldınız. Bu hukuk ne? Tibetlerge kaytırıp biren üzününkini, Uygurlarga kaytırıp biren üzününkini. Mana bu hakiki cihadik. Hakiki cihati bir yardım buludu değil mi? Cangoçun efendi. Bu yıl 2. ayının 9. günü Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Tibet doğrusu ilan kılgan kanunla yedi haberiniz var mı? Tibetlerinin özü takdirini öz belgileş hukukunu Xitay Kompartiyası tatıp aldı. Men koşup koyay Uygurlarının öz takdirini özü belgileş hukukunu Xitay Kompartiyası tartıp aldı. Tibetlerinin öz takdirini özü belgileş hukukunu halkara cemiyet tartıp aldı. Men koşup koyay Uygurlarının öz takdirini özü belgileş hukukunu halkara cemiyet tartıp aldı. Yaltı Konferansı arqılıq tartıp aldı. Moskva şartnaması arqılıq tartıp aldı. Demek endi siz qaytırıp birdiğen devri geldi. Cangoçun efendi qaytırıp birdiğen hukukunu qaytırıp bersinizdi sizin bu rayına yardım beriş mecburiyetiniz kalmaydı. Sizin bu rayını idare qilish mecburiyetiniz kalmaydı. Siz Uygur'un hukukunu Uygur'a qaytırıp bersiniz. Her yılı amallık qoğdaş üçün maliyede ajırtıdığın pulunuzga zörüriyet düşmeydi. Hukukunu qaytırıp birin, Uygur qandaq yaşaydı. Uygur bay bulup yaşamdı, gada bulup yaşamdı. Bu Uygur'un tallaş dairesideki. Cangoçun efendi cevap verin ki me heyranmen. Vaçla Beijing'e geldi Rusya Duma. Bilostop Beijing geldi Rusya Federasyası Mao vezir siz bilen ten dercilikken. Cangoçun efendi siz demiş ki muşu gün diyene 11. ayının 23 günü katırap ürümçüge badınız. Sebep manıma yedi. Sizden Şinjan'a yardım birişiniz. Müstemlik Uyguristan'la kayıt kurup çıkışınız. Bulanın hemmisi eğizlik gep, kuruk gep. Meselenin tekti neydi? 22. günü Beijing'de nimi jığın içildi. Siz 22. günü katarap gelip Ürümçi'de nimi jığın açtınız. Meseleme yeday Cangoçun efendi. Maun Devlet Veziri Cangoçun efendi. Biz bunu mesele deyimiz. Onun üstüge naytı kabi bir yaman haber gelip kaldı ya Cangoçun efendi. O haber demedisiniz. 10 yıllap, dolar taşlap, bütün baylıkı taşlap, Cungo Avrupa. Yani ben onu diye vakit Uyguristan Avrupa tömür yolu diyen idim. Bugün şu Cungo Avrupa tömür yolu ahırkı biket Polşağı yetip bardığan bikette poizdin şırıdığan mal bir saat 75% kemlep gitti ya. Hazır halkara cemiyet Şarkı Avrupa bunun nemi dedi? Hazır bu tömür yol halkara tömür yol yani ki Avrupa Cungo tömür yolu emez. Bu yol Rusya Cungo tömür yolu ayrılıp kaldı. Ne için bu yolda mağlup oldunuz Cangoçun efendi? Uygurlar bizden hukukunu koluğa almayı turup siz bu yolda mağlup bolsunuz. Bunu nemi de düşündürgülük. Kanı bir yol, bir belba. Kanı hacdigen dolar. Bu intihar zor mağlubiyet ki bu. Belki bunu siz Rusya, Ukrayna uğraşı sebeplik şundak boldu deyip düşündürürsünüz. Belki mümkündü. 80% etrafdaki sebep şununla bağlıktı. Çünkü Suudigarlar bu yolda men işte mal tuşunu halamaydı. Çünkü
ikkilamchi embargo, yani Rossiya embargo qilingan ekan, bizmi embargo uchrab qolamiz g'arb dunyosining deb qo'rqqan bo'lishi mumkin. Buni qo'yib turaylik. Lekin hozir bu temir yo'l burunqi avotchilikdan endiki kasodchilikka tushib qoldi deganda, bu Jungoning ichki ahvolidagi iqtisodiy taraqqiyot bilan chambarchas, ya'ni iqtisodiy taraqqiyot deb atalgan amaliyotli iqtisodiy chekilish bilan chambarchas bog'langan masala. Hozir Jungoning ichki ishi mana shu. Bugun Runyani nazarda nima dedi? Hamma narsa kontrollikdan chiqib ketdi. Iqtisod, rahbarlik hamma narsa kontrollikdan chiqib ketdi. Bugun uy imorat tijorati shirkatlari gumron bo'ldi. Uy imorat tijorati Jungoda kasodlashdi deganda, siz buni shirkatga qarab tushunsangiz, bak abstrakt bo'lib qoladi vatandosh. Qarang, bu shirkatlar uy imorat tijoratchilari bir eg'iz yo ikki eg'iz uy selish uchun 100 ming yuan sarf qiladigan, xarjlaydigan bo'lsa, buning 80 ming yuvanini fuqarolardan oladi. Ularga va'da beridiki, biz uy bitkanda sana arzon bahoda beramiz, chunki shart sen avval mablag' solishing kerak. Buningga ma'qul deydi. Arzon bahoda ilishing bu savdo tijoratda qoida. Buni ayblashga bo'lmaydi. Albatta qoida. Uy setib olg'uchilar avval mablag' soladi, yo 50 ming topshirdi, yo 60 ming topshirdi. Hozir butun mamlakatdagi uy imorat tijoratining ahvoli mana shu. Oqibat nima? U uy selib beraman, sana arzon bahoda setib beraman degan shirkatlarimiz gumron bo'ldi. Uy mi selinmedi? Qo'l silib, plan bilan qurilish boshlagan uylar yarim yo'lda to'xtab qoldi. Binolar yarim yo'lda to'xtab qoldi. Buni qimmati hozirgi hisobotda Jungoning hisobi 2 trillion yuan. 2 trillion yuvanlik uy imorat kasbi boshlanib davomlashmagan uy imorat tijorati 2 trillion yuvan. Buni qo'yib turaylik. Mushu uylarni setib olish uchun shu uyga oldin pul yoki oldin zakolat topshirgan. Jungo fuqarolar qanchalar kishida o'ylab beqing vatandosh. O'zingizni o'ylab beqing. Vatandagi urug' chiqqanlaringizni o'ylab beqing. Uyg'ur qaysi kundada Uyg'ur o'ylab beqing vatandosh. Mushunda o'ylab baqsangiz masala yechiladi. Bu yerda gumron bo'lgan kishi Bu yerda gumron bo'lgan kishi yoki gumron bo'lgan shirkat birli shirkat emas, Xinda shirkati, Beguyevan shirkati deydigan shirkatlar emas, gumron bo'lgani butun Jungo xalqi. Hozirgi ziddiyat mana shu yer. Siz shirkatga javob berasiz emas, butun Jungo xalqining puli qani? Uy imorat tashlagan pul qani? Uy imoratga tashlagan pul qani? Gap ziddiyat ana shu yerda. Shunga Jangoching apandi sizning Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga borganingizga men qarshilmayman-jimi? Bundaq vaziyatda cho'qim borsiz. Hozir siz Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga berib yordam berishning ko'lamini jiddiyleştirimiz, kengaytimiz to'g'ri. Balki bu yerda ikinci bir hokimiyatning o'ttirg'i chiqadigan davri yaqinlab keldi. Siz onun maddi asasını tayyorlamasangiz bo'lmaydi. Çünkü Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Xitoy ko'chmanlari yashaydi de. Shunaqmi ya Jangoching apandi? Ha, mana gap. Shunga vatandosh bugun men bir savol qo'ydim faqat 22 kuni Jungo Beijingda xalq vakillar qurultayida bir yig'in. Beijingda Jungo davlat mahkamasida bir yig'in, ikki yig'in. Birinchi yig'in Rossiya tashqi, Rossiya davlat vaziri yoki muavin vaziri kelib qatnashdi. İkincisi Rossiya Federatsiyasi Davlat Duma reisi Vachislav kelib qatnashdi. Dal o'sha chog'da Jangoching apandi Urumchini ziyorat qildi. Esingizmi Jangoching apandi 1949-1-oyning 30-kuni. Yani shundoq rahbarlar kelgan edi. Bugun Vachislav kelibdi 70 yildan keyin. Buningdan 70 yil burun Mikoyan, Stalin
Hökumetining tashqi ishlar ministri Mikoyan kelganida Beijingga shahri kirmay, chunki kompartiyadagi Beijing shahrini qo'liga olmagan chog' edi. Xi Beypo'da ko'rishgan edi. Shu ko'rishda Xitoy ozodlik armiyasini Uyg'uristonga qandoq yo'tkazmaslisi bu tasavvur. Ahmadjon Qosimov boshliq inqilob rahbarlari Uyg'ur demokratik inqilob rahbarlarini qandoq bir taraf qilish masalasi. Katta masala muhokama qilingan edi. Buguncha balki shu tarixning 7 hozir Beijingda tayyorlanyapti. Shu tarixning endi ikkinchi bir xil shakli Beijingda tayyorlanyapti. Avvalgisi Şinjan Uyg'ur Abnum rayonini mustamlik qilish, Xitoyning ozodlik armiyasi Rossiya Stalin Şinjan Uyg'ur Abnum rayoniga boshlab kirish, yo'tkab kelish, endilikdikisi Prezident Vladimir Putin rahbarligida shu vaqtga armiyani Şinjandan chekindirish, ya'ni o'zi tushib Şinjan Uyg'ur Abnum rayoniga elib borgan armiyani endi o'zi Vladimir Putin yoki bugungi Sovetlar bugungi Rossiya Federatsiyasi endi tushib qaytarib kelish. Bu ehtimollikni yo'q deya olamsiz, Jangochi apandi. Bu ehtimollikni yo'q deya olamsiz. Hozir Uyg'ur masalasi tar doiradagi kishilik huquq masalasidan keng doiradagi Uyg'ur qirg'inchiligi davriga ko'tarildi. Biz buningga xalqaro jamiyat Amerika boshchiligida G'arb dunyosi cho'qon bir nima deydi deb shu faoliyatni qilyapmiz va shu faoliyatga yarasha Prezident Joe Biden hukumatidan umid qilyapmiz. Jangochi apandi, sizmi shuning ichida? Reis Xi Jinpingmi shuning ichida? Mush bo'layotgan ishlarni birlashtirib qaraganda hammasi faqatli bir ish. O ish nima? Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni degan nima degan gap? Bu davlatni o'z qatim davlat qurildi. Bu nima degan gap? Qani bu davlatlar? Bu faqat ehtimollik bilan mumkinlik uchun biz shuni deymiz. Hozir qo'limiz pok bo'lmagan ekan, biz ehtimollik bilan mumkinlik uchun shuni deymiz. Jangochi apandi, ko'proq yerdan bering juma. Uyg'uristonda bir quduqdan chiqadigan nefat, xam nefatning bahosi qancha xalqarada? Ma radiodagilarga men qatim iltimos qildim, sening qo'lingda material bor. Mening bahosini har kunlikni bir xabar qilib e'lon qilib qo'y dedim. Lekin e'lon qilmadi. Maqsad nima? O boshqa gap-da. U boshqa gap.